Farg'ona shahridagi O'zbekiston-Koreya xalqaro universitetida navbatdagi madaniy-ma'rifiy yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Festival dasturiga ko'ra ko'rgazma, turli yarmarkalar, ko'ngilochar dasturlar, qiziqarli o'yinlar, kimbap hamda osh tanlovlari, badiiy qismida esa talabalarning ijodiy sahna chiqishlari o'rin oldi. Ko'rgazmada 9 ta fakultet o'zining ilmiy, madaniy va san'at sohalaridagi yutuqlarini namoyish etib, ishtirokchilarga o'z ijodiy ishlari bilan tanishish imkoniyatini yaratdi. Sport musobaqalari, texnika texnologiyaga oid amaliy ishlar, turli ko'ngilochar o'yinlar, milliy hunarmandchilik buyumlari, o'zbek va koreys millatiga xos bo'lgan taomlar, koreys xalqining an'anaviy liboslari, milliy cholg'u asboblari tashrif buyuruvchilarning diqqat markazida bo'ldi. Festival doirasida sportchi yurt tayanchi shiori ostida sport musobaqalari ham bo'lib o'tdi. Bu esa yoshlarni sport o'yinlariga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishda ahamiyatli bo'ldi. 네, 안녕하세요. 저는 페레가나. Guvoh bo'lganingizdek, talabalarimiz juda ham tirishqoq, intiluvchan. Ko'rgazmadagi amaliy ishlar so'zimning isbotidir. Festivalga nafaqat oliygoh yoshlari, shu bilan birga viloyatimizdagi ta'lim muassasalari o'quvchilari ham taklif etilgan. Ko'rgazmada o'g'il-qizlar o'zlarining mahoratlarini, fakultetda o'rgangan bilimlarini va ijodiy ishlarini bir-birlariga ko'rsatgan holda o'zaro ahillikni, hamkorlikni o'rganadilar deyishimiz mumkin. Ko'rgazmalardan asosiy maqsad ham shu edi. Q sari ilk qadam, kelajak sari 1000 qadam shiori ostida bo'lib o'tgan festival mingdan ortiq talaba yoshlarni bir yerga jam qildi. Bundan tashqari Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlaridan ham o'quvchilar taklif etildi. Bu esa maktab bitiruvchilariga kasb yo'nalishlarini tanlashda qo'l keldi. Turizm hozir O'zbekistonda ko'p rivojlanayotgani uchun ko'proq bizni amaliyot fanlarimizga olib chiqishadi. Har darslarda o'qituvchilar aylantirgan mehmonxonalarga borishadi, aeroportlarga boramiz. Aytishim kerak, biz festivalda o'zimiz tayyorlayotgan kokteyllar, kofelar, har xil Koreya urf-odatiga mansub bo'lgan shirinliklarni talabalarga ulashyapmiz. Talabalar ham a'lo kayfiyatda uni iste'mol qilib ko'rishadi, tayyorlanish jarayonlarini o'zlari qatnashib, tayyorlab ko'rishlari mumkin. Farg'ona Sejong koreys til markazida ham festival doirasida notiqlik musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda yoshlar o'zlarining koreys tilidagi badiiy chiqishlarini namoyish etdilar. Takrorlanmas, aniq nutqiga ega bo'lgan hamda talaffuzi sog' bo'lgan o'g'il-qizlar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Endilikda ular Koreya davlatida bo'lib o'tadigan notiqlik tanlovida qatnashadilar. Bundan tashqari tanlov davomida talabalar tomonidan tayyorlangan Koreya xalqining milliy va zamonaviy raqslari diqqat markazida bo'ldi. Farg'ona Sejong koreys til markazi rahbarining aytishicha, festival nafaqat O'zbekistonda, shu bilan birga Koreya Respublikasida ham keng yoritiladi. Chunki markaz o'quvchilarining sifatli va tizimli ta'lim olishlari Koreya Respublikasi uchun ham muhimdir. 오늘 우리 한국국제대학교 축제는 Festivalda barcha fakultet a'zolari, shu bilan birga Farg'ona Sejong koreys til markazi o'quvchilari ham faol ishtirok etdilar. Aynan markazda bo'lib o'tgan notiqlik tanlovi ko'pchilikning diqqat markazida bo'ldi. G'oliblar Koreya Respublikasida bilim va ko'nikmalarini yanada boyitib, O'zbekiston ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shadilar degan umiddaman. 학생들이 축제를 즐기러 온 사람들과 같이 나누는 장입니다. Ko'rish mumkin, tadbirni keng miqyosda yoritish hamda uning ahamiyatini ko'rsatish maqsadida Koreya Respublikasidan ham ommaviy axborot vositalari vakillari tashrif buyurgan. Festivalning har bir dasturi tasvirchi kamerasidan o'rin egalladi. Festival davomida Koreyaning milliy taomlaridan bo'lgan kimbap taomi ham tayyorlandi. Bu taom aynan koreyalik ustozlar tomonidan tayyorlandi.
Navbat o'zbek xalqining shohona taomi palovxon to'rani maromiga yetkazib tayyorlash bo'yicha bo'lib o'tgan musobaqaga keldi. O'choq boshida fakultet rahbarlari hamda talabalar jonbozlik ko'rsatdilar. Osh tanlovi festivalning eng ko'zga ko'ringan va jonli muhokamalarni keltirib chiqargan qismi bo'ldi deyish mumkin. Jamoalar o'zlarining maxsus oshlarini tayyorlab, ishtirokchilarga taqdim qildilar. Har bir osh o'ziga xos ta'mi va taqdimoti bilan ajralib turdi. Umuman olganda tadbir kayfiyati juda ham ko'tarinki bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni talabalar o'zlari bevosita narsalarni tayyorlab ko'rib, yasab ko'rib, qatnashib ko'rishda ishtirok etishdi va shuningdek ko'rganlar uchun ham juda qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni kamyob bo'lgan narsalar, misol uchun biz fakultetimizdagi turizm fakultetidagi misol O'zbekiston, Qozog'iston yoki Meksika, Fransiyani maketlari qilingan edi. Ularning kiyimlari, ovqatlari pishirib kelingan edi, tayyorlangan edi. Ularni namoyish qilib berildi. Misol uchun bitta misoli talabalar gidlik fanini o'rganishgan edi va bitta talabamiz gid bo'lib ko'rib, mehmonlar bilan birgalikda yurib tanishtirib chiqdi. Bu ham amaliy narsa bo'ldi deb o'ylayman. Bizda hozirgi paytda 15 dan ziyod koreyslar mavjud, tajribali professorlar mavjud va native deymiz, ya'ni mahalliy inglizlar ham mavjud. Amerikadan, Angliyadan kelgan inglizlar mavjud bizda o'qitish ekan va shuningdek sohalar bo'yicha turizm yo'nalishida ham kadrlar mavjud va koreys tili yo'nalishi bo'yicha koreyslar o'qitishadi va o'zbeklar ham koreys tilini o'qitishadiki, ularning deyarli barchasi biz 6 daraja deymiz, ya'ni koreys tilidan eng yuqori darajaga ega va tajribasi ham shunga yarasha albatta. Festival juda ham chiroyli ko'rinishda o'tmoqda. Bugun bizda yana muhim kun, maragi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Unda g'olib bo'lgan talabalar Koreyaga borib aylanib kelish huquqiga ega bo'ladi. Kayfiyatlar a'lo darajada, ko'rgazmalar juda zo'r, juda kuchli dasturlar ishlab chiqilgan aynan shu festival uchun. Festivalning badiiy qismi ham hayajonli lahzalarga boy tarzda o'tdi. Koreyaning JKS dasturi orqali Koreya Respublikasida magistratura o'qish imkoniyatini qo'lga kiritgan oliygohning 2 nafar talabasi Muhammad Qodir Yo'lchiyev va Noilaxon Ne'matjonovaga maxsus tashakkurnomalar topshirildi. Endilikda ular Koreyada grant asosida o'qishlarini davom ettiradilar. Bu yoshlar internet va axborot kommunikatsiyalar fakultetining 4-bosqich talabalaridir. Ushbu universitetga maktabni bitirgandan so'ng 11-sinfda olimpiada g'olibi sifatida 100% stipendiat talaba sifatida qabul qilingan edim. O'qishga qabul qilingan paytda koreys tilini umuman bilmas edim. Birinchi bosqichdan boshlab 4-bosqichgacha hozirgacha koreys tilini 6-darajagacha o'rganishga muvaffaq bo'ldim. Ushbu universitetimizga kirgandan so'ng o'zimni tanlagan yo'nalishim IT sohasini koreys professorlardan puxta o'rganib va 4-bosqichda Koreyaning eng katta scholarship stipendiya dasturlaridan biri JKS sovrindori sifatida tanlandim. Endilikda rejalarim bakalavrni ushbu universitetda yakunlagandan so'ng shu yilning kuz oyidan boshlab Koreya Respublikasida magistratura bosqichini davom ettirishni rejalashtiryapman. Shuningdek, bir qator rahbar kadrlar, talabalar ham tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Shundan so'ng o'g'il-qizlar tomonidan tayyorlangan sahna chiqishlar namoyish etildi. Estrada xonandalarining taklif etilgani esa yoshlar uchun chinakam bayram kayfiyatini ulashdi. Festival nafaqat oliygoh talabalariga, balki barcha mehmonlar uchun ham unutilmas taassurotlar ulashdi. Do'stlik ruhida o'tgan tadbir bayram tuyg'usini, shu bilan birga hurmat va hamkorlik saboqlarini ham ulashdi deyish mumkin. Aytish kerakki, yoshlar festivalining asosiy maqsadi talabalarning madaniy aloqalarini mustahkamlash, ijodiy faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash va ularni birlashtirish edi.